Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizlar bilan birgalikda baqlajondan salat tayyorlaymiz. Yoz kunida taom o'rniga iste'mol qilsak bo'ladi. Ana boshladik. Endi meni boshqalarda ishim yo'q. Meni sendan boshqa hech tanishim yo'q. Endi meni boshqalarda ishim yo'q. Meni sendan boshqa hech tanishim yo'q. Har kuni bir didoringga ishtalay. Meni boshqa qiladirgan bir ishim yo'q. O'rgimcha qizdim og'lanma. Omadingga quvonma. Bu o'tkinchi dunyolarda akanglar ishonma. Ey o'rgimcha qizdim og'lanma. Omadingga quvonma. Bu o'tkinchi dunyolarda og'anglar ishonma. Didorimga to'ysangchi, seni erkalab yo'llara solgan akanlara ishonma. Hatta senga mehrini bergani og'anglara ishonma. Seni erkalab yo'llara solgan og'anglara ishonma. Hatta senga mehrini bergani akanlara ishonma. Masalalarimizni chiroyli qilib o'chog'idan tozalab, to'g'rab tayyor qildik. Pomidor, bodring, sabzi, bolgarskiy chesnok, sarimsoq, piyoz. Endi bunga qovurib olgan, yog'da surtib olgan baqlajonlarimizni qo'shamiz. Sho'rlarimiz burada tashnich bilan qurib. Tuz, achchiq, shirin paprika, tuyulgan bolgarskiy, universal peripera, aralashtirib turgan koreyskiy to'yib bor buning ichida. Ta'bga qarab hammasini o'zimni ta'bimga qarab soldim. Endi zaytun yog'imiz tugab qolibdi. Oddiy podsolnechniy yog'. O'zimizning oddiy yog'imizdan, salati yog'imizdan solamiz. Devizimizni oqtunca bezak sifatida qo'yib foydalanamiz. Mana aziz obunachilarim, sizlar bilan tayyorlagan salatimiz tayyor bo'ldi.
fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Senden başka Judayam hiç xursand bo'laman. kalmışım yok.